Oyjon, men ertaga kelin qilsam, kelinimni alohida chiqaraman. Yoshlarni hayotiga aralashmayman. O'g'lim bilan kelinim mazza qilib yashashsin. Nima qilaman? Yoshlarni hayotiga aralashib. Oyjon, ertaga men kelin qilsam, kelinimni qizimdek ko'rishga harakat qilaman. Kelinimni o'g'limga yomonlamayman. Anaqa nabiralarimga qarayman. Kelinimni xuddi qizimdek ko'raman. Ko'rasiz, men dunyodagi eng yaxshi qaynona bo'laman. Oyjonim aytgandilar-ya, ertaga qaynona bo'lsang keyin tushunasan. Hozir aytasiz, kelin, adayni chiqaraman deb, hozir aytasiz, yaxshi qaynona bo'laman deb. Ertaga o'ziz qaynona bo'lganingizdan keyin meni ahvolimni bilasiz derdilar-ya. Endi sizni tushundim, oyjon. Qaynona bo'lisham, kelin bilan yashasham, birovni qizini o'zizni qizizdek ko'risham, birovni farzandiga to'g'ri dilniyatda gapirsangiz ham, gapingizni egri tushunishi ham bor ekan. Birovni farzandini qizizdek ko'rsangiz ham, oyjon, o'zizni qizizdek bo'lmas ekan. O'zizni qizizdek rahmi kelmas ekan, oyjon. Endi sizni tushundim. O'sha vaqtlar menga nima demoqchi bo'lganingizni tushunmagan ekanman, bilmagan ekanman. Aytishadi, bu boshingga tushmaguncha bilmaysan deb to'g'ri gap ekan.